Angliyaning saylamidan meningki Uyg'urlar uchun yana bo'libmi Uyg'ur rahbarlar uchun, boshliqlar uchun oldigan yana bir demokratiya darsi bor. Oldin qatim men Yevropa saylami natijasi chiqqan vaqtda mayli Belgiyaning bosh ministri istifa berganda bo'lsin yoki Fransiyaningki prezidenti parlamentni taqib o'tganda bo'lsin, buningki bizga bir demokratiya darsi ekanligini degandim. Angliyada o'xshash shundoq bir darsni bergan bo'ldi. Angliyada Konservativlar partisi yengilgandan keyin saylam oqshimi Konservativlar partisininki boshlig'i Rishi Sunak, Angliyaning bosh ministri kameraning oldiga chiqib, ayoli bilan birga Angliya xalqidan o'zining partiyasidan kechirim so'radi va rasmiy holatda istifa berganligini jakoladi. Ve saylamdaki to'liq mag'lubiyatdagi to'liq mas'uliyatni ustiga oldi.